Bugun bitta bemorimizni yetkazgan natijasi, ya'ni bemorimiz Turkmanistondan. Men o'zi Xorazmlikman, Xorazm tarixini eslatish uchun menga zo'r sovg'a olib kelibdilar. Assalomu alaykum. Men Turkmaniston davlatidan Instagram platformasida doktor Ro'zmatovni har doim muntazam kuzatib borardim. Ularni qilgan mehnatlari menga yoqqani uchun o'zimda tepa qovoqlarimni, ya'ni blefroplastika operatsiyasini qildirish uchun kelgandim bir hafta oldin. Kelganimdan ham a'lo natijaga erishdim. Hozirda ko'zlarimdan xursand, mamnunman. Qilgan mehnatlarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Salomat bo'ling. Ilohim qo'llaringiz dard ko'rmasin. Minnatdorchilik sifatida esa kichkina bo'lsa ham sizga sovg'a olib keldim Turkmanistondan. Har doim mijozlar, patsientkalaringizni eslab choy ichasiz degan umiddaman. Rahmat. Bu yerda qadimgi Xorazmni yuragi bo'lmish Qo'qnurganch shahrini qadimgi yodgorliklarini rasmi tushirilgan bakal. Bu yerda asosan Najmiddin Kubro pirimizni maqbarasi, Sulton Ali maqbarasi, bundan tashqari To'rabek xonim yodgorliklari, masjid va madrasamiz ko'rsatilgan va bu yerda Said Ahmad pir va Qutlug' Temir minorasi ko'rsatilgan. Shu ajoyib sovg'ani sizga ulashmoqchiman. Har doim Rahmat. Salomat bo'ling. Bu har bitta o'zbekistonlik, ayniqsa Xorazmliklar uchun bu sovg'a, g'urur va orzu hisoblanadi. Qo'qnurganch tarixini eshitganlar bo'lsa kerak. Xudo xohlasa shu bakalda choylar ichib, tariximizni eslab o'tiramiz. Hammaga rahmat, bizdan kuzatishga davom etinglar.